Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men shu o'rinda bitta narsani aytgim keldi. Mana shu juda ko'p kelayotgan bemorlar aytishyapti-da, mana shu qaysidir bir domlalar hali o'qimasdan turib senda sehr bor, senda u bor, senda falon narsa bor deyishar ekan. Nega endi qiziqarli savol, bu narsa qaydan bilishadi shu o'qimasdan turib u insonda jin borligini yoki mana shu jinchalik yoki sehr alomatlari borligini. Shu masala bo'yicha juda qiziqib qoldim-da men. Agar bilganlar bo'lsa, marhamat yozaveringlar-chi bir kommentariyaga. Hali o'qimasdan turib, sura va oyatlarni bir dalil isbotini keltirmasdan turib, qanday qilib ziyon bor, senda sehr bor, ya'ni jin bor deyishyapgan mana shu domlalar. Yana bir qaysidir domlalar jin yoqishar ekan, gaz bilan bir nima qilishar ekan. Bu jin o'zi Alloh o'zi tutunsiz olovdan yaratgan bo'lsa, qanday qilib bu jin yonadi olovda? Bizda esa albatta bemor o'zi his qiladi, o'zi biladi va o'zi shu narsaning guvohi bo'ladi.